Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Kamina Javlonbek Olimov Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 20-kunini xuddi mana shu yerdan boshlaymiz azizlar. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, kecha onlayn kunimga 18-kunga kecha bir sutka dam olaman deb kecha yana bir kun dam oldim. O'shaning uchun xuddi mana shu yerda dam olgandim azizlar. Xuddi mana shu yerda mana Belishda startni berdik azizlar. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Obuna bo'lmaganlar iltimos sizlardan obuna bo'lib qo'ying. Hali sayohatimiz ancha kun davom etadi azizlar. Vaholanki hammangizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Duo qilib turganlar, yordam qo'lini cho'zib yordam berganlar, shuncha Alloh o'zi rozi bo'lsin sizlardan. Podpishka qilib, like bosib, kommentariyalarni yozib, videolarni yaqinlarga ulashtirganlarga alohida kattakon rahmat. Aziz yurtdoshlar, xudo xolasa birgalikda uddalaymiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, xudo xolasa kuch birligida xudo xolasa bu yo'lni bosib o'tamiz azizlar. Hammaga kattakon rahmat. Yo'l yurishni davom etamiz azizlar. Nijniy Novgoroddan mana bugun xudo xolasa shahridan chiqib ketishdi. Harakatini qilamiz azizlar. Yomg'ir ko'rsatgan, pagoda endi avvalo Alloh. Yo'lni davom etamiz azizlar. Hammaga kattakon rahmat. O'ta yo'ligim yangi kamera paketga qo'yganim ham yaxshilab ko'rsatmasi. Hoppa meni. Ana qaranglar. Bu yerda uylar вообще etajni qilib chiroyli qilib qo'ygan. Mashallah. O'zbek akalarimiz, mana hamyurtdoshlarimiz manzarani qarang. Bo'lar ekan pedal bosmasdan yuradigan joylar ham, ha? Lekin bunga chiqqancha o'ziga bo'lmadi-da. O'sha ko'rib turgan davonlardan oshishimiz kerak hali xudo xolasa. Akamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 2 kun bo'ldi ismingiz aka? Nizom, qayerdansiz aka? Xorazmda. Mashallah. Javlonbek ismim aka. Sizlarga salomat bo'ling. Men Peterdan kelyapman aka, bugun O'zbekistonga xudo xolasa. Ha, yaxshi. Dam olib ketyapsizmi? Da, bugun kecha bir sutka dam oldim shu yerda. Haftada bir sutka dam oldim. Ha, shu kecha onlayn kun qo'ygansiz sizlar. Moskvaning Nemsem deb qo'yib kelayotganingiz. Moskvada aylanib ko'rish, ha? Instagram bormi? Tamam, hadi şu an spoyun aka. Xorazmni ko'ring. Javlonbek Olimov. Xorazmlik og'alarimiz. Hozir Pakiston chiqdim. Saviyat bo'larmi? Remont qilib, xudo xolasa. Sizga ham oq yo'l yaxshi yetib oling, mana xudo xolasa. Instagram do'stlar mana. Hamma do'stlar videoga olaman, qarshilik qilmaysizlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi Charchamasizmi? Salomatsizmi? O'zingizmi? Kayfiyat zo'rmi? Assalomu alaykum. Kayfiyat zo'rmi? Ishlar bo'lyaptimi? Qayerdan aka? Tojikistondan. Tojikiston qayerdan? Shambedan. Shambedan, mashalloh. Sirdaryo viloyati, O'zbekiston. Farg'onadan. Siz qayerdan? Farg'onadan. Farg'ona qayerdansiz? Farg'onadan. Ismingiz? Ahror aka, Javlonbek meni ismim. Sirdaryo Sarobod tumanidan aka. Charchamayapsizlarmi aka? Salomatlar. Peterdan chiqqanman bugun 20-kun aka. O'zbekistonga. Gamni qilasan. Da. Mayli, afv yo'q. Rahmat. Yaxshi boring. Charchamaylar aka. Xizmat bo'lsa ayting. Yo'q, hammasi zo'r aka. Hammasi. Yo'q, rahmat. Instagram bormi? Podpishka bosib qo'yinglar aka. Aziz obunachilar, mana bir akamiz to'xtab, Berenkani yoqib to'xtatdi. Yo'ldan o'tayotib. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Salomatingiz yaxshimi? Bardamoq qilasiz? Yaxshimisiz? O'zbekistonga ketyapsizmi? Ha, O'zbekistonga. Qayerdan ketyapsiz? Sankt-Peterburgdan. Sankt-Peterburgdan. Ha, O'zbekistonga. Siz qayerdansiz? Ha, Farg'onadan. Farg'onadan qayerdan? Quvadan. Quvadan, mashalloh. Sirdaryo viloyati Sarobod tumanidan Javlonbek ismim.
Sizniki-chi? Ikkita mashina. Bitta aka. Ha, bo'ldi. Bormi Instagram, Telegram, YouTube? Assos qo'ying. Bitta Bo'ldi. Az vodiyliklar, farg'onaliklar bosamiz. Like, kommentariy kutaman. Zemolarga nima deysiz? zo'malarga nima deyman? Men uchrashib qoldim siz bilan. Aytda, videoda. Sog' salomat yetib boring. Rahmat. Kattakon rahmat, kattakon rahmat. O'zidan chiqib ketishda mana MC yo'nalishi bo'ylab. Havoyinatga biroq panaga joyga borib olishimiz kerak mana. To'maganimiz mashinalari. Obunachilar mana havo bulut bo'lib, qaranglar manzarani yanada chiroyli bo'lishini. Mashalloh. Mana shu fasldan chiqib keldim, hozir endi yo'q qarab ketamiz xudo xolasa. Choy ichishga to'xtadim hozir. Yomg'ir tashyapti azizlar mana. Turganlaringizdek belida panaga olib kirib qo'yamiz. Yomg'irda o'tib ketishimiz biroz kutamiz endi azizlar. Setka bor ekan, shu yerga. O'lchamiz.